Onyx LTZ turbo-ati, ya'ni turbinali avtomat korobka. Onyxlarning eng birinchi pozitsiyasi. Boshlang'ich to'lov 99,949 ming so'm to'lab, qolgan to'lovni bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Avtomat korobkaning eng oddiysi bo'lishiga qaramasdan, komforti bor. Ko'rib chiqamiz. 15 o'lchamdagi saka disklar, old oynada, orqani ko'rish oynalarida va orqa laboida abagrifi mavjud, ya'ni qishda muzlab qolmaydi. Orqa qismida parktronik va orqani ko'rish kamerasi mavjud. Kalitsiz kirish tizimi. Ikkita oldi o'rindiqlarda qizdirish funksiyalari mavjud. To'rttala oynada avto rejimi, kojinli rul, limit kontrol, cruise kontrol va faralarda avto rejimi ham mavjud. 8 yungli monitor, start stop, stabilizatsiya tizimi, bagaj ochish knopkasi, konditsioner tizimi. Pastda esa simsiz quvvatlash va bari mavjud. Bagajning hajmi taqqoslaganda Gentrankdan katta. Metan va propan bemalol o'rnasa bo'ladi. Ochiq savdoda bor, bemalol xarid qilib 1 kun ichida olib ketishingiz mumkin.